Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videoda dasturchilar ish qidirayotganda bo'ladigan ishlarni mavsumi haqida aytib bermoqchiman. Ya'ni nimaga bir xil paytlarda qarasanglar ishlar juda ham ko'p bo'ladi-da, bir xil payt kirib qarasanglar, misol uchun Headhunter'ga xohlagan ish saytiga kirsanglar, ishlar umuman yo'q bo'ladi, kam bo'ladi. Qanaqa dasturlash tili, texnologiya, frameworkdan qat'iy nazar bir xil paytlar juda ham ish ko'p bo'ladi, bir xil paytda umuman ish yo'q bo'ladi. Ayniqsa O'zbekiston sharoitida O'zbekiston IT bozori shunaqa ishlaydi. Chet ellarda, boshqa rivojlangan davlatlarda bunaqa emas. Katta kompaniyalarda pozitsiyalar har doim ochiq bo'ladi. Misol uchun Google'da xohlagan katta kompaniyalarda bitta pozitsiya har doim ochiq turadi. Chunki ular talantlarni har doim o'zligiga olishadi, boshqa kompaniyalardan bo'lsa ham. O'zbekistonda bo'lsa pozitsiya ochiladi, darrov bir hafta, 2 hafta, uzoq bir oyda darrov yopiladi. Ya'ni vakansiya ochiladi, to'ldirishadi, yopiladi. Boshqa ochilmaydi u kompaniyada vakansiya. Bu videoda xudo xolasa shu yillar davomida o'zim o'rgangan narsalarni birinchi ishimni topishdan tortib, mana yaqingacha, haligacha bu narsani sezdim. Mana oxirgi payt sezgandan keyin shu videoni qilishga qaror qildim. Ya'ni bu mavsum nimaga shunaqa ishlaydi? Shu haqida sizga to'liq aytib bermoqchiman. Video foydali bo'ladigan bo'lsa, like bosib, kimga yana foydasi tegadigan bo'lsa, ularga ham ulashinglarni so'rab qolaman. Boshladik. Xo'p, bu narsani yaqinda mana hammasini o'zimda boshimdan o'tgan hikoyalar bilan aytib bermoqchiman. Ya'ni yaqinda shunaqa bo'ldiki, bundan bir 6 oycha oldin, 6 oydan oshiqroq oldin bitta kompaniyaga kirmoqchi edim. Endi o'zimni uyimga ham yaqin bo'lganligi uchun har taraflama qulay, yaxshi, katta kompaniya. O'shanga kirmoqchi bo'lib yurdim. O'zimni ustozim, shu ustozim ukalari yoqda ishlardi. Endi o'zligi bilishadi. Shularga aytdim ham, misol uchun referens bering, shunaqa uka shu yerda ishlar ekanlar anchadan beri, shu olib kirib qo'yib shu yerga kirmoqchiman, shu yordam berib olsinlar deb. Endi misol uchun o'zim emas, to'g'ridan-to'g'ri shu iliq kontakt orqali kirmoqchi bo'ldimda. Har taraflama xullas harakat qildim. Bo'lmadi, kompaniyaga olishmadi. O'zim ham rezyumemni jo'natdim, yo'q, anaqa reject bergan, ya'ni qabul qilmagan. Keyin bo'lmadi, xullas nima qilib ko'rsam ham har taraflama bo'lmadi-da. Keyin ozgina vaqtdan keyin yaqin 3 oy ichida bo'lyapti. U kompaniyani o'zi chiqyapti-da, menga o'zi tayyor ochiq shunaqa, mana yangi komanda yig'yapmiz, sizni lead qilamiz shu yoqqa deb o'zi bo'lib turibdi-da shu narsani. Keyin o'shanda tushunib yetdimki, demak, endi to'g'ri bu taqdirga, qazoyi qadarga ham bog'liq. Misol uchun Alloh o'sha rizqingizga bog'liq, lekin sababini qilish kerak, lekin shunaqa ekan. Bir xil paytlarda ming harakat qilasiz, bo'lmaydi yoki bitta kompaniyaga kirmoqchi bo'lasiz, o'xshamaydi, lekin o'zi keladi. Bir xil paytlarda o'zi qidirib keladi sizni. O'sha vaqt, ayni to'g'ri vaqtda, to'g'ri joyda bo'lganingizda o'zi hammasi bo'lib ketar ekan. Bu bitta misol. Keyin yana bitta misol, misol uchun hozirgi ishlayotgan kompaniyamga ham yapon kompaniyasi, bularni ham o'zi menga yozishgan. Ya'ni shunchaki rezyumemni qo'yib qo'yganman, shunaqa ishga ochiqman deb, hamma yo'g'ini to'ldirib yaxshi qilib qo'yganman. Bu taraflarni yaxshi qilganman-da, o'zligi yozishyapti va yana bu meni pulim tugagan paytda o'sha startap qilib, u o'xshamadi, bu yoqda pulim tugayapti, ya'ni nolga o'tiryapman. Oxirgi oyim, ya'ni pulim to'liq tugagan, oxirgi oy, shu oyning oxirida, misol uchun pulim 100% tugaydi. Bu yoqda xarajatlarim bor, misol uchun hamma xarajatlar bor va o'sha endi bu kompaniyaga o'sha bir 20 kunmi, 2 haftacha oldin kirganman-da, buni oyligini berishi meni pulimni nolga o'tirishimga to'g'ri kelgan. Ya'ni ishlab, misol uchun 2 hafta, 20 kuncha ishlab, oylik beradigan payti meni bu yoqda pulimni, yiqqan pulim umuman tugaydigan paytiga to'g'ri kelgan. O'shanga endi to'g'ri bu yerda o'sha tavakkul qilish ham bor, lekin shunaqa ishlar ekan. Ya'ni har doim siz o'ylaganchalik bo'lmaydi, har doim ishlar ham siz qancha harakat qilsangiz ham bo'lmaydi-da, lekin bir xil paytlarda shunaqa ishlar ko'payib ketadi, o'zi sizni qidirib keladi. Va yana bitta misol, birinchi ishimni misol qilib keltirmoqchiman. Birinchi ishimda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Portfolioimni tayyorladim. U birinchi marta ishga kirishim, portfolio tayyorladim, GitHubni yaxshi qildim, rezyumeni zo'r qildim-da, ishlarga topshirish boshladim. Avgust oyi edi. Topshiryapman, juda ham ko'p kompaniyalar intervyuga chaqiryapti. O yaxshi intervyudan o'tyapman, texnikadan, hammasidan o'tyapman va ko'p joyga ishga kirganman birinchi o'zidayoq va tanlaganman. O'sha yerda oxiri bittasini tanlab, o'sha yerda ishga kirganman-da. Endi o'xshamadi birinchi ishim, shunaqa muammoli bo'lganda va 2 oydan keyin yana ish qidirishni boshlaganman-da. 2 oydan keyin qarasam, yo'q ishlar. Ya'ni o'sha birinchi 2 oy oldin topshirgan kompaniyalarimni hammasi yopilib bo'lgan, ishlar yo'q. Ya'ni ikkinchisida endi ko'p ish qidirib qolganman. Ya'ni
ancha ish topolmay bir 3 oycha qidirib yurganman shunaqa. Bu yoqda endi o'zimni freelans boshqa qanaqadir proyektlar ham olib qilishga harakat qilganman. Lekin shunaqa bo'lgan, 2 oydan keyin umuman boshqa atmosfera. Xuddi u paytda misol uchun birinchi paytda o'sha payt topshirganimda O'zbekistonda ish yo'q ekan deydigan darajada bo'lgan. O'shaning uchun aytmoqchi bo'lgan narsam shu mavsumga bog'liq. Ya'ni bir xil payt qarasangiz juda ham ish ko'payib ketgan bo'ladi. Headhunter'da, Telegram guruhlarda bir xil payt qarasangiz yo'q bo'ladi. O'shanga to'g'ri vaqt tanlashni bilish kerak va o'sha vaqt kelgan bo'lsa, sizni ishchi o'zi sizni qidirib keladi. Ya'ni misol kompaniya ishga ochiq bo'lsa. Yana bitta misol qo'yib o'tmoqchiman. LinkedInda bu ishni LinkedIndan topganman. Ya'ni shunchaki LinkedInda ham shu open to work qilganingizda, ishga ochiqman qilganingizda post qo'yasanmi deydi. Ya'ni hammaga tarqatish uchun o'shanda ham bitta post qo'yib yuborganman. Shu yangi ish qidiryapman, mana shunaqa ishga ochiqman deganimda, uni ham darrov rekruterlarning o'zi yozishgan. Shunaqa bitta ish bo'lib ketgan. Keyin ishga kirganman, oxiri kirmaganman, yo'q deganman. Oxirgi etapiga borganda o'sha startap qilmoqchiman, o'shanga keyinroq yana harakat qilib ko'raman deb yo'l yuborganman. Lekin unda ham misol oddiy LinkedIn postni o'zi ham sizni ish topishingizga sabab bo'lishi mumkin. Shu narsalarni aytmoqchi edim. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, misol uchun ish qidirayotganda ko'p vaqt ketadi. Bu 1 oydan 2, 3, 4, 5, 6 oylab ham vaqt ketadi. Ya'ni o'sha mavsumga bog'liq. Ish qidirishdan, yangi joylarga topshirishdan to'xtamaslik kerak. Chunki nimaga buni aytyapman? Ko'pchilik yozadi. Ish qidiryapman, topolmayman, 1 yillab ham yuribman deydi. Agar shunaqa hamma aytganimni qilib ham, agar shunaqa yurgan bo'lsangiz, demak, sizda qanaqadir muammo bor. Siz yoqmayapsiz ish beruvchilarga, kompaniyalarga o'zingizni to'g'rilashingiz kerak. Unda misol uchun hech kim olmayaptimi? Aybni o'zingizdan qidirishingiz kerak. Sizni hamma narsangiz zo'r bo'lganda, misol portfolioingiz joyida, rezyumengiz joyida, GitHub profilingiz joyida, LinkedIn ijtimoiy tarmoqlar hammasi zo'r qilib qo'yilgan. Keyin shunda agar muammo bo'lsa, bunda shu davom etirish kerak. Ya'ni o'sha mavsum, sezon deydi. Davom etib 1 oy bo'lmasa, keyingi oy bo'ladi va kompaniyalar ham ish ochadi boshida aytgandek va paytsa yopiladi ozginadan keyin. O'shanga kuzatib borsangiz, o'sha kompaniyaga siz misol uchun ertami kechmi baribir bir kun kirishingiz mumkin. Paytsa ochilganda darrov topshirasiz. O'sha kompaniyani misol uchun doimiy ravishda kuzatib borsangiz, Headhunter'dan, LinkedIn'dan, hamma yoqdan rekruterlarga ham yozib, xohlagan kompaniyangizga kirishingiz mumkin O'zbekiston sharoitida ham. Shu xulosamni siz bilan bo'lishmoqchi edim. Foydali bo'lgan bo'lsa like bosing va kimga shu videoni foydasi tegadigan bo'lsa ulashib qo'ying. Agar dasturlashni noldan boshlab professional darajagacha tekinga o'rganmoqchi bo'lsangiz, YouTube kanalimga kirib obuna bo'ling va u yerda dasturchilik uchun noldan boshlab hamma darajadagi dasturchilarga kurslar, videolar hammasi bor. Kuzatib boring. Rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.